Agar sizda dumg'aza sohasida og'riq, belda grija, sonning orqasidan tortib boldirlarda, ya'ni sedalishni nerv qisilishining og'riqlari bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu kasalliklarning asl sababini va uy sharoitida 3 ta mashq orqali 15 daqiqada butunlay xalos bo'lish usulini o'rgataman. Mehnatimizni qadrlagan holatda videoga like tugmasini bosib qo'ying. Sog'lig'ingiz uchun shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimga obuna bo'ling. Demak, boshladik. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin bel grijasi, sedalishning nerv qisilishiga, bel og'riqlariga eng ko'p sabab bo'ladigan kasallik bu KPS bo'g'imi, ya'ni dumg'aza va yonbosh suyagi o'rtasidagi bo'g'im hisoblanadi. U yurganimizda ma'lum gradusda chanoqning buralishiga yordam beradi. Chanoq buralishi natijasida bel umurtqalari buraladi va o'sha joyda qon aylanishi yaxshilanadi, muskullar qisqarib bo'shashadi, nerv o'tkazuvchanligi eng optimal variantda bo'ladi. Agar bu joyda blokirovka bo'lsa, ya'ni artrozlar hisobiga yo boshqa kasalliklar hisobiga, shamollashlar hisobiga bu joy qotib qoladigan bo'lsa, o'sha joydagi muskullar taranglashadi, beldan chiqadigan nervlar qisiladi, sedalishni nerv, bel grijalari kelib chiqadi. Eng ko'p L4, L5, L5, S1 sohalarida grijalar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik bemorlardan so'raganimizda aynan bel qismida og'riq yo'q, oyoqlarda og'riq kam bo'ladi, lekin dumg'azaning aynan mana shu joyida og'riq kuchli bo'ladi. Ba'zilarda o'ng tarafda, ba'zilarda chap tarafda, ba'zilarda esa ikkita tomonda ham og'riq bo'ladi. Bu aynan KPS bo'g'imi sohasi hisoblanadi. Hozir ko'rsatib o'tadigan mashqlarim bu bo'g'im harakatini yaxshilaydi, artroz yemirilishlari bo'lsa kamaytiradi, o'sha joydagi qon aylanishini, muskullar qisqarib bo'shashishini yaxshilab beradi. Bu mashqlar faqat kasal, ya'ni o'sha kasalligi bor bemorlar uchun emas, sog'lom odamlar uchun ham juda foydali hisoblanadi. Bu mashqni kuniga bir mahal bajarishingizning o'zi bilan bel grijalarining xavfini 70-80% gacha kamaytirishingiz mumkin. Birinchi mashqimiz tekis holatda osmonga qarab yotib olamiz, oyoqlarni bukamiz va tizzalarni maksimal qorin tarafga yaqinlashtiramiz. Ikkita qo'limiz ikkita yon tarafda turadi. Dastlab tizzalarni o'ng tarafga, keyin chap tarafga yotqizamiz. Bu mashqni 1 daqiqa davomida bajaramiz. Oldin o'ng tarafga, keyin chap tarafga. Bunda chanoq atrofi va bel sohasini bo'sh qo'yamiz. U joyda qisqarib qolgan, spazmga tushib qolgan, tortishib qolgan muskullar bo'shashadi, qon aylanishi yaxshilanadi, harakatsiz holatdagi umurtqa pog'onasi, KPS bo'g'imi, ya'ni dumg'aza va yonbosh bo'g'imlari harakatga kela boshlaydi. Qisilib qolgan nervlar ochiladi. Oyog'imizga boradigan qon tomir nervlarining barchasi bel sohasidan chiqadi. Agar belimizda nerv o'tkazuvchanligi, qon aylanishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, oyog'imizdagi og'riqlar, uvishish, muzlash hislari ham yo'qoladi. Bu mashqni sekinlik bilan bajaramiz. Shu tartibda 3 marta bajaramiz, ya'ni 1 daqiqa mashq bajaramiz, 30 soniya dam olamiz. 1 daqiqa bajaramiz, 30 soniya dam olamiz va yana 1 daqiqa mashqni bajaramiz. 3 marta bajariladi. KPS bo'g'imidagi bu blokirovkalar asosan bir tarafga yonboshlab o'tirib ish qiladiganlarda, ya'ni kompyuterda ishlaydi yoki shofyor o'sha bitta tarafga yonboshlab qiladiganlarda o'sha tarafda blokirovka bo'lib qoladi. Bundan tashqari oyog'ini doimiy chalkashtirib o'tiradiganlarda ham taz sohasida stabilizatsiya bo'ladi. O'sha narsaga organizm moslashib qolgan bo'ladi va bunda KPS bo'g'imining bittasiga nagruzka tushadi va blokirovka bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha joyda qotish jarayoni bo'ladi. Ikkinchi mashqimizda o'ng yonboshga yonboshlaymiz. Qo'limiz boshimizni tagiga qo'yiladi. Pastga o'ng oyog'imizni to'g'ri cho'zib olamiz. Bitta holatda to'g'ri chiziq bo'ylab joylashadi. Chap oyog'imizni esa o'ng tizzamizning oldi tarafiga qo'yamiz. Bu mashqni ham 1 daqiqadan 3 marotaba bajaramiz. O'ng oyog'imizni to'g'ri bukmasdan tepaga ko'taramiz, tushiramiz. Tepaga ko'taramiz, tushiramiz. Tepaga ko'taramiz, tushiramiz.
Mashq bajargan sayin uni oyog'imizni maksimal darajada tepaga ko'tarishga harakat qilamiz. Bunda chanoqson bo'g'imi atrofidagi muskullar mustahkamlanadi. Pastki KPS bo'g'imi, ya'ni dumg'aza va yonbosh suyagi maksimal darajada ochiladi. Belning o'ng tarafidagi qisilgan nervlar bo'shashadi. Bir daqiqadan 3 marotaba bajaramiz. O'rtada 30 soniya dam olamiz. Xuddi shu mashqni chap tarafga ham 1 daqiqadan 3 marotaba bajaramiz. Uchinchi mashqimizda xuddi shunaqa g'isht yoki shunga o'xshagan juda qattiq bo'lmagan predmet kerak bo'ladi. Bu mashq biroz qiyinroq, lekin natijasi eng yaxshi bo'ladigan mashq hisoblanadi. Bu mashqda qo'llarimiz 90 gradusda turadi, to'g'ri tekislikda, tizzalarimiz ham 90 gradusda turadi. Bitta oyog'imiz tagiga g'isht qo'yamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Bu holatda e'tibor beradigan narsalarimiz, qo'limiz buklanmagan bo'lishi kerak, to'g'ri holatda 90 gradusda. Oyoqlarimiz oldiga yo orqaga ketib qolmagan bo'lishi kerak, to'g'ri maksimum darajada 90 gradusda turishi kerak. Belimiz pastga tushib yo tepaga ko'tarilib qolmagan bo'lishi kerak. Iloji boricha to'g'riroq holatda bo'ladi. Bitta tizzamizga g'ishtni qo'yamiz, ikkinchi tizzamiz yerga tushirilgan holatda bo'ladi. Va mashqni bunda ham 1 daqiqadan 3 marotaba bajaramiz. Tizzani sekin tepaga ko'taramiz, pastga tushiramiz. Tepaga ko'taramiz, pastga tushiramiz. Tepaga ko'taramiz, pastga tushiramiz. Bu biroz qiyinroq, lekin natijasi juda yaxshi bo'ladi. Oldingi mashqlarda asosan o'sha joydagi bo'g'imlarning harakati uchun bo'ladigan bo'lsa, bu mashqda ham bo'g'imlar harakatlanadi. Harakatlanishi bilan bir vaqtda o'sha joyga nagruzka, ya'ni bosim tushadi. Bu bo'g'imning harakatini yana ham tezlashtiradi. Mashqni sekinlik bilan bajariladi. Xuddi shu mashqni chap tizzamizga g'ishtni qo'ygan holatda ham 1 daqiqadan 3 marotaba bajaramiz. Agar bu mashqlarni muntazam bajarib yuradigan bo'lsangiz, siz bel og'rig'i, dumg'aza og'rig'i, oyoqdagi og'riqlar, oyoqda uvishish, yaxlash, holsizlik kabi kasalliklardan butunlay xalos bo'lasiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda.